Dangasalarga rosa yoqadi xamir qorilmaydigan, yoyilmaydigan chakchak retsepti. Videoni ko'rishdan oldin like bosib qo'ygan bo'lsangiz xursand bo'laman. Endi retseptni boshlaylik. Iliqroq sutga tuxum, chimdim tuz, razriqli unni solib, birinchi xamiridan quyuqroq, quymoq xamiridan suyuqroq bo'lgan massa tayyorlaymiz. Xamir ustini strich paket bilan yopib, 20 daqiqa tindiramiz. Tovani baland olovga qo'yamiz. Manda Vikalina tovalari yog' quyib qizdirib olamiz. Endi bizga shunaqa teshik kapkircha kerak bo'ladi. Yarim cho'michdan xamirni qo'yib, xuddi shu harakatlar bilan pishirib olamiz. Chakchak bir xil qizarishi uchun doimo aralashtirib turamiz va chiroyli rangga kirganidan keyin yog'dan ko'tarib olamiz. Juda ham tez pishadi va bitta porsiyadan 2 lagan chakchak tayyor bo'ladi. Sgusho'nniy moloko quyamiz va yaxshilab aralashtiramiz. Xohishga ko'ra sirupdan foydalansangiz ham bo'ladi. Dasturxonga shu ko'rinishda yoki porsiyali qilib bu ko'rinishda tortsangiz ham bo'ladi. Videoni hay tarafasi yaqinlarga yuborib qo'yamiz.